Nega ortodontik muolajani 18 yoshgacha qilishimiz kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, buni negaligini tushuntirib beraman. Buni asosiy sababi bemor misolida ko'ramiz. Bu 11 yoshli bemor bizga murojaat qilib kelgan. Uni bo'yin umurtqalariga agar e'tibor berib qarasak, bo'yin umurtqalarining shakli uchburchak shaklga, ya'ni uchqurroq holatda joylashgan. Bu bemor hali o'sishi davom etadi. Hali o'sadi jag'lari. O'sishda davom etadi. Qaysidir jag'lari o'smay qolgan bo'lsa, bu holatda biz uni o'stirish imkoniyatiga egamiz. Ikkinchi bemorimiz 18 yoshdagi bemor. U bemorda bo'yin umurtqalariga agar qaraydigan bo'lsak, bu bo'yin umurtqalari to'g'ri burchakligini, kvadrat shaklga o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Bu narsa bemorning o'sishi to'xtaganligidan dalolat beradi. Bunday holatlarda biz ko'pincha bu bemorlarni o'stira olmaymiz jag'larini. Bunaqa holatda ularni operatsiya yordamida jag'larini to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi. Siz qaysi yo'lni tanlagan bo'lardingiz? Operatsiyasiz yo'linimi yoki operatsiyali yo'linimi?